Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli ziyoratchilar. Bizda Makka Mukarramadagi Hikmat Travel'ning navbatdagi mehmonxonasidamiz. Bugun Makka ziyoratimiz bor. Albatta ziyoratchilarni Makka ziyoratiga olib chiqamiz. Mana ziyoratchilar hozir to'planib, pastga tushib to'planishyapti. Hozirda bu mehmonxonamiz masofasi 8 metrga qo'yilgan, ya'ni masofa 8 metr. Kelib tursa 8 metrdan 10 daqiqa 12 daqiqani orasida siz Makka Mukarramani haram hududida tushib yuborib chiqishingiz mumkin. Pastda bir qator nomer qoldirib qo'yaman. Hikmat Travel kim umra ziyoratiga kelmoqchi bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar. Hikmat Travel'da hozirda Farg'ona, Andijon, Namangan reyslari qo'yilgan. Vodiydan reyslar va Vohadan Termiz, Samarqanddan reyslar qo'yilgan. Bemalol kelib joyingizda telefon qilib yozirishingiz mumkin. 12 ta viloyatga reyslar ochilgan. Bu mehmonxonamizni ro'parasida Jannatul Molla qabristoni bor. Jannatul Molla qabristoni ro'parasida joylashgan. Hadicha onamizning qabrlari bor. O'tib, har kuni bomdoddan keyin asrdan keyin o'tib ziyorat qilib, ibodat qilib ketsangiz bo'laveradi. Mana ro'parada. Bunaqa tushib turib, bunda yana chapki tomon bo'ylab yurib ketsangiz, bunaqasi daraxt masjidi, jin masjidi bor. Yo'llarda u daraxt masjidi, jin masjidlarini ziyorat qilib ketsangiz bo'laveradi. Yo'l ekan. Va siz 10 daqiqa, 12 daqiqani orasida haram hududiga kirib borasiz do'stlar. Hozirda Hikmat Travel bilan kelgan ziyoratchilarimiz uchun maxsus ota-ona paketi va 1 oylik 17 kunlik paketlar ochilgan. Kelish davomida sizlar narxini, quyidagi ma'lumotlarni, batafsil ma'lumotlarni operatordan olsanglar bo'laveradi. Hozir mehmonxonaning ichki sharoitlarini tushuntirib beraman. Undan oldin sizlar telefon qilib to'liq ma'lumot olib qo'yinglar bo'laveradi. Bugun juda ko'p ketayotganlar bor ekan, receptionimiz kirorish. Bu yerda kirib dam olib o'tiradigan joylari, dam olib o'tirsangiz bo'ladi. Bu tomonda reception bor, bu tomonda xona bo'luvchilar bor. To'g'ri yurganingizda liftlar bor mana. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7, 8 taga yaqin lifti bor ekan. 8 taga yaqin. Odam ko'paysa ham, lekin 8 ta lift bemalol ziyoratchilar yurgan. Nechanchi etaj bo'lsa ham chiqib tushdik. Bu tomonda ro'parada do'konlar bor. Bu yerda o'tiradigan joylari. Sharoit yaxshi, ancha. To'g'ri oziq-ovqatlar bor. Bu narsa yeysiz, suv qo'yishingiz kelsa, kechasi kunduzi 24 soat ochiq, faqat 1 soat, 2 soat ochiq emas. Tomonda ham mana dam olib o'tirishlik uchun joylari bor. Xo'p, bu yerda katta monitor qo'yib qo'ygan. Kabin zamoni odam ko'p ekanligini ko'rib, bemalol kuzatsangiz bo'ladi. Xo'p. Reception juda katta, joylar bemalol yetarli. Hojinonoq pochtaxonamizga shu o'tirib bemalol dam olib o'tirsiz bo'ladi. Samarqand mehmonxona ichki ko'rinishi va xonalarni alohida hozir bizning gruppalar bor, lekin hamma ziyoratga chiqib ketyapti, shu sababli olib qo'yolmaganimiz. Do'stlar, kim kelmoqchi bo'lsa, albatta pastda nomer qoldirib aloqa qilib ko'rasizlar. Restoranimiz har kuni deyarli bo'lyapti Toshkentdan, Vodiy Vohadan Cherezdan bo'lyapti. Aloqaga chiqarasizlar. Bizning 50 boshimiz. Hozir gruppa avtobus kutyapti, avtobus bizga alohida kelayotgan Makka ziyoratiga kelsa, gruppani birgalikda Makka ziyoratiga olib ketamiz. Do'stlar, hamma nasib qilsa Makka Mukarramada mehmonxonamiz 800 metrlik sizlarga ko'rsatib berdim. 2,5 kilometrlikni ham ko'rsatganman. Kanal yo'tsanglar ko'rishinglar mumkin. Salomat bo'linglar. Biz esa video davomini Makka ziyoratidan davom ettiramiz. Kanalga qo'yib boramiz. Iltimos qilaveringlar. Qanaqangi ma'lumot kerak bo'lsa, tushunmagan joylar bo'lsa, iltimos qilib aloqa qilib ko'rasizlar.